Assalomu alaykum. Xatolar kanalining muxlislari. Navbatdagi mehmonimiz Little Italy Pizzeria restoranining egasi Xurshid aka bilan intervyu olyapmiz. Bu o'zbek tadbirkorimiz Amerikadan qaytib kelib, O'zbekistonda biznes qilyaptilar. Donald Trump 1 millionga gold kart sotayotganmiz. Bular dokumentlardan, o'sha yerda biznesdan qaytib kelib, o'zimiz O'zbekistonda qilyaptilar. Bizda har doimgidek живой tayyorlanish yo'q. Sразу Xurshid akamni assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglar. Rahmat, xudoga shukr. Bizda endi fishkamiz shu. Bo'ladi. Sразу petlichkani joyida taqamiz. Bo'ladi. Bo'ldi, mana. Давайте, tayyormizmi? Bormi связь? Ketdik. Xurshid aka bizni Buyuk Ipak yo'li Maksim Gorkiy. Ha. 156B deyiladi yoki ekonomik zona 3-bino deyiladi. Bu choyxona salom tomon. Bu mana metrodan kelayotganda Davrbank Orientir, BNB shu joy. Little Italy, lekin hozirgi nomi hozir Pizzeria New York bo'ldi. Mana rebranding qildik. Lekin bu yerda bitta narsa qildik biz. Mana by Little Italy degan narsa ham qoldi. No, o'sha New Yorkcha pizza bo'lgani uchun. Sabab o'zbeklarimiz Little Italy desa, bizani ana rostakasini Italiya bilan assotsiatsiya qilish boshlashdi. Keyin ularga messajda bu amerikanskiy, bu New York degandan keyin oxiri mana shu yechimga keldi, shu bilan to'xtadi har xil savollar. Odamlar bilib o'sha kelyapti, shu New Yorkcha pizza Qarsilda. Bizda shunaqa xayol bo'ldiki, Little Italy уже bordi, sizga ruxsat berishmadi deb o'yladik. Yo'q. Nega ana Little Italy Express deb ochdik-ku. Express so'zi qo'shildi-da. Express so'zi qo'shildi. No, tam значит hech kim bilan bunaqa yo'q. Yo'q. O'zingizlar xohlab almashtirdik. Bu именно o'zimiz qildik shuni, чтобы именно New Yorkcha stilni berish uchun ondan Amerika to'g'risida. Keling. Jana, это Jana, bizani Jana. Mana shu gullarimizga qaranglar, 2 yildan beri. Живой hammasi. Yillab, hammasi живой. Menda yillab yashaydigan gullar bor mana. Yillab, tushundingizmi? 2 yil, 3 yil, 4 yil ular men bilan birga ham nafas. Ular o'lib qolish kerak emas, yashash kerak. Filialdan filialga siz bilan birga ko'chga. Qadriyatlarimizda ham bor-ku, uyda misol uchun tirik narsa bo'lsa, mana misol uchun gullar bo'lsa, bular salovat etib turar ekan. Gul egasiga degan narsa bor, shunga ishonamiz qattiq. Mana hammasiga qarab, changini artib, mana shu ishimiz kelinglar. Bu 3-tochka. Bu shunaqa, agar soni bo'yicha ham 3-chi bo'ladi. Bu yerda endi bo'ldi restoranni format qildik, oilaviy qilindi. Zonalarga bo'lindi. Zonalarga bo'linganda imminni bizning milliy qadriyatlarimizdan kelib chiqilindi. Boshqa joylarda ozgina xatolar qilingandi. Shu xatolarni to'g'riladik. Nima desangiz, privacy saqlanib qoldi. Misol uchun har bir zonada o'tirgan odam Nadiya tomondagi odamga mishit qilmaydi. Nikak mishit qiladi. Hammani devori bor ekan. Hammani o'zini devori, hammani o'zini zona komfortisi bor. Shunga kirib o'tirib bemalol maza qilib, yeb, kofe ichib o'tirish mumkin. Lekin Amerikada yo'q narsa qilibsiz. Amerikada yo'q privacy, hamma yoq ochiq. Yo'q, Amerikada naborotda. Xuddi shunaqa amerikancha qilmoqchi edi, bizning o'zbekchiligimizga ozgina to'g'ri kelmadi. Sababiki akalar, qarindosh urug'lar boshqalardan ozgina maslahat olib, xatolarni to'g'rilashimiz kerak. Xato to'g'risida gaplashamiz. Mana xato emaski, mentalitetning xatoda shunaqa talab bo'lindiki, сделать так. Mana men eng yaxshi ko'rgan gulim. Mana qarang. Mashalloh. Necha yil bo'ldi? Bu bir necha yil? 10 yillikmi? Qarang kattaligini. Zo'r. Bizda hozir zo'r yangilik boshladik. Uzoq kutilgan o'sha mana shu konsepsiyamizni mana shu New Yorkcha pizzani O'zbekistonga birinchi olib kirayotganda o'z maqsad shu edi. Qaysidir muddat biz bu narsadan qochdik va mana hozir yana qaytib kelyapmiz mass market. Mass marketda xalqimiz uchun, o'zbeklarimiz uchun, qora ko'zlarimiz uchun o'sha pizzani oddiyligini, xuddi Amerikada oddiy-yu, pizza hech qanaqa nima emas, bir lavash degan, dasturni bir gumbaday narsa. Shu narsaga olib chiqmoqchimiz. Demak, boshidan bor edi bu plan. Bu boshida bo'lgan, lekin bozorda o'z o'rnimizni, o'zimizning reputatsiyamizni va o'zimizga o'sha hurmatga erishish uchun vaqt kerak edi. Va bunga biz mana bunaqa premium segmentda restoran qilib odamlarni o'zimizga jalb qila oldik. Xurshid aka, Amerika to'g'risida ham bir necha savollarimiz bor chunki. Bemalol. Zo'ru Amerikadan qaytib kelib O'zbekistonda biznes ochayotganlarning soni ko'payib boryapti, lekin sizlar menimcha birinchilardansizda. 2000 nechinchi yilda boshlandi? Kristofor Kolumb bu yoqqa birinchi bo'lib qolgan bo'lsa, men bu yoqqa birinchi bo'lib biznes. Qaytishimiz bizning 2015 bo'lgan bo'lsa, lekin shuni orasida 3 yil men arab davlatlari, Dubayda,
Jiddada, Istanbulda yashadim, ozgina vaqt o'tkazdim. Aha. 2018dan keyin qotdim bu yerda уже. Mana shu imенно biznes sohasiga kirib, joy oldik, ferma qildik, teplitsa qurdik, eksport, import, Amerika kompaniyalarini bu yerda mahsulotlarini olib keldik bizning bozorimizga. Shu xususan gazoviy generator, Wisconsin shtatida Generac degan katta korporatsiya bor. Shuni bir muddat vakili bo'lib ishladik. Keyin zamonning zayli bilan Coviddan keyin yana back to business restoranga qaytdik. Biz o'yladik, birinchi shundan boshlagansiz. Yo'q, birinchi 2018-19da bu yerda nima bo'lgan? Teplitsa qurib, teplitsada pomidorimizni sota olmay, keyin pomidorimizni mana shu o'zimizning mahalliy fast food nimalarga sotish jarayonida ular bizani ekspert ishga olib, ularni ichiga kirib ketib, bahonada bilib keyin oldingiz. oldi berdi paytda pulini to'lay olmay, ular menga pechka bergan, keyin restoran mana shunaqa Pomidorni sotish uchun pitseriya ochdim. Pomidorni sotish uchun rosa shunaqa bo'lgan. Rosa kulgili narsa. Onam aytadilar har doim, mana ko'rding, ot aylanib qozig'ini topadi. Pomidor sotib teplitsa qilib yurgan odam aylanib yana mana restoran sohasiga tiqib qo'ydi. Orada shu ozgina uzilish bo'ldi. Hozir reelslayotganda ozgina Amerikani yomonlab qo'ygan joylaringiz bo'lyapti-da, ozgina. O'sha yerda bir xilla yozyaptiki, bu odam dokumenti o'xshamagan, majbur bo'ldi qaytib keldi deb. Unaqa emas-ku statusingiz? Yo'q, majbur bo'lmaganman qaytib kelishga. Lekin hozir qaytib borasanmi desangiz, qaytib bormayman. Lekin anaqa bor. Do'stlik bor. Bu yerda qanaqa bo'lgan, biz bir muddat o'sha biznesda ishlab yurgan paytimizda bir joyga kelgandan keyin xatolar dediz-ku. Noto'g'ri odamlar bilan noto'g'ri ishlar boshlanib, sheriklarim tomonidan ozgina menga nisbatan nohaqliklar bo'lgan. O'shaning asosida keyin bizneslarni sotganman. Keyin Toshkentga keldim. Bo'ldi, yetadi menga. Mana bizning joyimiz. Mana shu format. Mana bizning Little Express degan formatimiz. Shuncha paytgacha xalqimizda va shu mijozlarimizda Little это premium segment, bu qimmat, bu kirsang chaqib oladi degan narsa bor ekan. Remontlarni ham boshladingiz-da. Chiroyli qilib ozgina mehr berib yuborganimizga bizani odamlar qimmat deb o'ylar ekan. Vaholanki mana hozir bu narsani maksimal darajada xalqbob qilib, xalqimiz mana shu shahar studentlar, o'quvchilar, oddiy odamlar uchun oddiy qilib qo'ydik. Maksimalni qo'ldan kelgancha restorandagi bor mahsulotdan birga bir sifat birga yo'q, unda qanaqa bo'ladi? Unda noto'g'ri bo'ladi. Birga bir sifat, faqatgina bu yerda nimaga arzon desa, tabiiy savol tug'iladi. Arendasi arzon, ishchi xodimlar kam. Bir dona bo'ladimi? Tizim yo'q, ikkita odam ishlaydi, lekin tizim shunaqa yaralanganki, universallik bo'ladi bolalar. Shu ikkita odam ham power kerak bo'lsa, ham kassir, ham boshqa narsa qilib, universal holatda ishlaydi. Arendani hisobi arzonligini evaziga ulardan kelayotgan foydani biz mijozlarimiz sochaveramiz. Shundan benefitini shular olsin deb. Kecha ozgina qarab turganimda shunaqa narsa uyg'ondiki, har doim Kafelitto'ni oldida ochilasizmi endi shunda? Yo'q, bu Kafelitto bilan Kafelitto o'sha akalarimiz bizga mana shu ishimizni boshlashimizda, startap loyihamizda yordam berishyapti. Aytishdiki, mana shu yerda boshlang birinchisini, ko'ringlar deydi. Bo'lmasa mana restoranimizga yaqin-ku orasi, savol ham tug'ildi. O't savdosi bu yoqqa o'tib qolmaydimi? Farqi nima? Cho'nchak bitta bo'lgandan keyin. Mana shu o'tirib ham olsak bo'ladi. Nima qilyapsiz? Aslida baxt oddiylikda deydi-ku. Bu yo'q, baxt rostakasi oddiylikda. Men ko'p avtobus yuraman. Rostakasi yuraman. Gap uchun emas. Yo'q, biz ham metroga tushib turamiz oilaviy. Bir xillarida mashina hamchi zaмкнутый кругda hech kim общение bo'lmaysiz o'zingiz ayollaringiz bilan. Bir xillarida public transport deydi, avtobus, metro, boshqada yursangiz, odamlarni eshitasiz, odamlarni sezasiz, odamlarni his qilishni boshlaysiz-da. Mana bolalar kuladi. Xursizga, "Men mashinangizni qo'yib metroga tushib ketdingiz" deydi. Yaxshi-ku. Hop, shunda hozir agar любой moment boraman, siz bora olasiz. Bu yerda boshqa narsa bo'lgan, muammo meni yaqindan bilgan odamlar tomonidan Amerikani Tennesseedagi nimasiga, Tennesseedagilarga salom. Men tipi o'zbek mafiyasiman. Vaholanki, agar buni qaraydigan bo'lsak, nima qilgansiz siz? Shu O'zbekistondan kelgan turistlar, studentlar, boshqalarga yordam berganmiz. Yordam qaysi ma'noda? Kimdir uy so'rab keladi, kimdir ish so'rab keladi, kimdir qo'llab-quvvatlaganimizni teskarisiga ko'rsatib berishgan. O'zbek. O'zimizning o'zbeklar. Faqatgina to'g'ri yordam bergan joyim bor. Qaysi ma'noda?
qaysidir qarindoshingizni kimdir kelyapti, kimdir qayerdadir qiynalyapti, kimdir pasportini olib qo'yishgan, kimdir pulini ola olmagan, kimdir ko'chada qolib ketgan. Telefon qiladi, o'sha paytda biz biznesdamiz va sharoitimiz bor. Kel deymiz, olib kelamiz, ish beramiz, kutiga mashina olib beramiz, uy joyini qilib beramiz. Apartament olishida hujjatlarda qiyin bo'lsa, tanish bilishlar bor, alo bilan bitadi. Kstati, o'tda ham bor, alo. Ha, bor. Shularni hammasi teskari ketgan. Keyin biznesda ozgina oldi berdi hisob kitoblardagi ichkaridagi bo'lgan informatsiyalar ko'chaga chiqib ketib qolgan. Konfidensialniy bo'lgan narsalar, shuni oqibatda keyin men achimmayman. O'sha qilganingizgami? Yo'q. Nimaga deng, o'sha xato debda menga bir 2 million dollarga tushgan. Lekin alhamdulillah o'sha bo'lmaganda balki hali ham yurgan bilan yo'lga adashib. Bu bir, ikkinchisi ko'zimni vaqtida ochilingan. Chunki noto'g'ri odamlar bilan qadriyati yo'q, xalq jaydari tilida nazari past, zoti past odamlar bilan sherik bo'lsangiz biznesda shunaqa muammolar bo'lar ekan. O'zbeklarni jahli chiqayotganmish, u yoqda o'tirganlarni. Ko'pchiligi bildirgan savol quyidagicha. Agar Amerikaga kelmaganingda, hozirgi muvaffaqiyatlaringga erisha olmasding-ku, pulla qila olmasding-ku deyapti. Yo'q, nega? Men Amerikaga borganimda undan oldin men Buyuk Britaniyada 3 yil yashaganman. O'sha yerda Buyuk Britaniyada ham o'ziga yarasha, o'sha payt uchun biznesimiz bor edi bizani. Biznesimiz bor, narsalar jo'natardik, oldi sotdi va men Amerikaga borib 6 oyda restoran sotib olganman. Siz tayyor borganman. bilan borganman. Men u yerda qora ish bilan Yo'q, endi qora ish deb bo'lmaydi-ku. Это не было с нуля, да? Yo, shu shani. Qora ish deb bo'lmaydi-ku, hamma ish-ku, prostiki inson qayerda bo'lishidan qat'iy nazar agar odamni ma'naviyatida bo'ladi-yu, как бы Alloh tomonidan sizga berilgan bir talant bo'ladi-yu. Shu talant agar rost kasb bo'lsa, Afrikada bo'lmaysizmi? Yana biznesmen bo'lib qolasiz. Rizq o'zi topib kelaveradi. Rizq o'zi eshik taqillatib kelaveradi. Keling, oka, menga restoran ochib bering. Keling, oka, men pul tikib, keling, oka, men ish qilaylik deb o'zi kelaveradi. Nega Angliyadan bu yoqqa o'tib oldingiz keyin? Angliyada biz student edik. Hop. Keyin Angliya rosa ham qiyin davlat. Mana hozir kelib kimdir menga kelib chet elga ketmoqchiman, London desa, borma deyman. Amerika desa borgin deyman. Borgin deyman qaysi ma'nodaki, agar u 17 yoshdan 25 yosh orasida hali uylanmagan bo'lsa, borib o'rganib kelish uchun zo'r davlat va land of opportunity da, например, ko'p. Angliyada qiyin. Angliyani menga havosi ham yoqmagan, yomg'iri ham, boshqasi ham, odamlar ham sovuq. Keyin ketavergan. Pizzani qaraylik. New Yorkcha pizza bering. Birinchi marta kelishingizmi keyin yo oldin ham olganmisiz bizdan? Yo'q, birinchi marta hozir o'g'lim yuring deb qolgan ekan. Bo'ldi. Zo'rda. Yaqindan lunch setlarimiz ham yo'lga qo'yiladi. Hot dog, mana bunaqa narsalar. Film ishlaydi, tashlavordim. Da? Bizachi mana shunaqa ishlab ketaveradigan bolalarmiz. Ana bir xillarga o'xshab xo'jayinni yo'q olmaymiz. O'zi tavba qildim, niyat xolisda aytdimmi savol-savolga ulanadi deb. Как раз keyingi savolimiz Amerikani ko'p minuslari bo'lganida, pluslari ham bor-da. Pluslardan bittasi Amerikani ob-havosini ko'rib kelgan odamda kibr bo'lmaydi. Конечно, kibr bo'lmaydi. Chunki musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan deydi. To'g'ri. Ikkinchisi, sizga o'tdan amakingiz yo'q, tog'ingiz yo'q, kimingiz yo'q, o'zingiz noldan ko'tarilishingiz kerak. Bo'ldi, keyin bu yoq hayotda anaqasiga aylanib qoladi, standartga. O'shada. Men qilmasam kim qiladi degan. O'sha 2021-yilda Samarqand Rozaga borganimda ham o'sha yerdagi filialingizni ko'rdim-da, o'zi ishlab yurganingizni. Конечно. Bir odam ko'payib ketuvdi, yerlardan narsalarni tozalab, u qilib, o'shanda aytdim. Конечно. Mehnatdan hech kim o'lmagan, mehnatda yurasiz-ku. Sizda ana kibr narsa bo'ladi. Men xo'jayinman, men bir ballomatman degan narsa. Undan ko'ra odamlarning duosini o'rganishku. Mana bu alif-ku yo'q, keling. Rahmat. Yoqim ishtaqa. Xo'p bo'ladi, yaxshi ko'rish. Obunachilar tushunishi uchun bu tayyor xamir kelyapti, restorandan chiqyapti. Da. Hozir bu yerda bu qanaqa ishlaydi? Little Express'da ishlash nima shunaqa bo'ladiki, ertangi kunda agar biz franchiza ochib, ko'p tochkalar ochadigan bo'lsak, bitta katta заготовочный sentr quriladi. Заготовочный sentrda mahsulotni sifatini maksimal darajada, maksimal emas, 100%, agar 100 ta tochka bo'lsa, 100 ta tochkaga bir xil xamir, bir xil mahsulot, bir xil narsa заготовочный sentrdan chiqib ketadi. Keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana bu yerda storage yo'q.
storage degani just on time ishlanadi. Ya'niki bularga keladigan mahsulot kunda kun keladi. Kerak bo'lsa bir kunda 3 marta mashina kelib narsasini to'latib ketaveradi. Endi hozir bu birinchi tochkangiz yaqinda restoraningizga. Ertaga qolgan joylar uzoqroq bo'lib qolsa qanaqa bo'ladi? Logistika, refrigeratorli mashinalar yo'lga chiqadi. Xarajat, lekin bir muddatda o'zida bitta mashina 20 ta tochkani xizmatini qilishi mumkin. Bitta aylanib chiqqan. Bitta aylanib chiqqan. Hozirda xuddi shunaqa ishlayapmiz Inbazar bilan. Inbazar bilan. Har kunda kun pitsa boradi. Kunda kun boradi. Amerikada qolib ketgan mana Subway'da ishlaganmiz. Qolib ketsa tashlab yuborishardi ana. Kunning oxirida nonni sanashardi, u qilishardi. To'ppa-to'p. Bizda endi o'zbekchalik qilsa kerak. Yo'q. Bizda qanaqa qilinadi? Mana pitsa sotamiz. Mana turibdi etiklik. Kechki payt keladi, etiklik soat 11:30. Yarim soatdan keyin yopilamiz. Bir mijozimiz keladida, ikkita pitsa zakasi, yonida ikkita pitsa shunday qo'shib berib yuboramiz. Bonus. Bugun sening kuning. Rostdan, nima qiladi? Qadriyat. Tashlab yuborsangiz ham bo'ladi, lekin mijozga berib yuborsangiz, u olam degan narsa bor. No, bu narsa ertasi kuniga o'tmaydi. Tamom. O'sha kuni yopiladi. Qarang, ne bu amerikanlar xayoliga kelmasdi. Mana ishchisi olib ketaman desa bermasdi-da bizga ham o'sha payt. O'g'irlik bo'ladi. O'g'irligiga kirardi, tashiga. Mana bermayman bularga. Bularga bersangiz uyda bozor qilmaydi, faqat mana shu ovqatlanadi. Qolmasa qoldirib turadi-da o'zi. Bu variantni mijozga o'tkazib yuboramiz. Pitsani mana pechga qo'yilgan, ko'ryapsizmi? O'sha New Yorkdagi pechga. Pitsa mana misol uchun bu yarim to'liq, yarim pishgan holatda keladi. Keyin bu vitrinada turadi va vitrinada o'zini o'sha kerak emas bo'lgan vlagasi chiqib, pitsa tayyor turadi, qarsildoq bo'lib, zo'r bo'lib. Keyin mijoz kelgandan keyin bu pitsani olamiz, pechga qo'yamizda, yana pishirib yuboramiz. Tushuntira oldim? Demak, bizda pitsa ikkita etapda pishadi. Shunda ham svejiy bo'lyapti-da. Oxirida ham. Sababi mikrovolnovka bo'lmayapti. Yo'q, mikrovolnovka mumkin emas, zararli narsa. Qani mana mikrovolnovka ko'ryapsizmi? Bizning nariga oshxonamizda ham mikrovolnovka yo'q, bu qo'yilmaydi. Biz umuman mikrovolnovkadan foydalanmaymiz. Uchinchi hayron qolman. Nega sifatli narsa arzon chiqayotganligiga paradoks bo'lyapti. Paradoksiz sababi nimada desangiz, bizda mana Inbazar proyekti ham boshlangan-ku, ha? Shu Inbazar administratsiyasi, shu Inbazar do'konlarini, shu egalarini sa'y harakati bilan ular tomonidan bizga taklif bo'ldiki, shu ish qilaylik. Ya'niki Inbazar bilan insofli bozor. Shu odamlarga mahsulotni arzon narxda sifatli narsani yetkazish bilan hozir shug'ullanyapti. Hozir ularda ham juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Shuning ichida mana bizani как brend o'zligisiga loyiq topishdi. Rahmat ularga tashakkurimizni bildiramiz. Va shular nimasi bilan biz ish boshladik. Mana kuniga misol uchun 1,5 mingta, 2 mingta pitsa sotamiz shu yerda. Uni evaziga bizda sotib olish qobiliyatimiz oshdi. Pitsani arzon sotyapmiz, sababi mahsulotni arzon olishni boshladik. Va bu narsani mana shu o'rtadagi tafovutni, foydasini mijozlarga to'g'ridan-to'g'ri taqdim qildik. Misol uchun 10 so'm olayotgan narsangizni 5 so'm olsangiz, 10 so'mdan mahsulot sotish bu mantiqsiz deydi. Tushundingiz gapimni? Lekin biznes, endi biznes kapitalizm tomonidan qarasa, svoy, не свой, на дороге не стоит deydiganlar ham bor, boshqa ham bor, lekin men doim biznesga boshqacha qaraganman. Biznes agar orqasida qadriyat, orqasida falsafa va orqasida jamiyat uchun manfaat bo'lmasa, bu mошенничество. Men shunaqa deb bilaman. Shu Do'ron charchamiz. Do'roniga rahmat. Pitsa islam? Olib bering islam? Yo'q, hozir emas. Bizda nachalnik biznes egasi degani baribir ana. Chiroyli bo'lib olib, qo'lim bilan mana qilib dirijyorda yig'ildi. Siz o'zingiz qilayotganingizga ishchilar ham hayron qolyapti. Bari o'zi xalqimizni yetirishni bilan ham sizdan oldin boshqa joyda ishlagan bo'lsa, yo ko'plar hayron qoladi. Restoran sohasi bu servisda, bu odamlarni roziligini topishda mijozlar, tushunyapsizmi? Uning uchun eng zo'r servis bu restoran egasida. Siz mana bunda pulsda har doim ushlab turishingiz kerak. Bu shunaqa biznes, bu oson biznes emas, o'tirib olib, pista chaqay o'tiradigan. Kerak bo'lsa shu Noviklar ham yoki boshqa endi bizlar xalqimiz bo'lgan katta yoki dunyo miqyosida Gordon Ramsaylar ham haligacha oshxona ichida yuraveradi, baqir-chaqir qilib. Keyin men bitta narsa aytaman, baqir-chaqir bo'lmagan oshxona yaxshi oshxona bo'lmaydi. Zo'r oshxonada sifatni kimdir talab qilish kerak-ku. Kimgadir nimadir otishingiz kerak, kimgadir nimadir uchirishingiz kerak. Hasa, nima otilmaydi-yu.
lekin sifat bor joyda baqir-chaqir bo'ladi. Tushundingiz? Shunda mijozga bir zo'r narsa chiqib boradi. Haligi men aytaman-da, ovqat qulog'i bor deyman. Unga energiya bersang maza bo'ladi deyman. Unga energiya bermasdan tashlab qo'ysa o'z holiga, shu o'z holicha ketib qoladi. Bir-birimizni podдержка qilaylik deb gapiryapmiz-ku. O'shaning uchun bitta like, kommentariy sizlardan iltimos qilib qolamiz. Kanal rivoji uchun. Angliyada hammasi yaxshi ketyapti shunaqa qilib. Ha? Nima kattaroq sabab bo'ldi shunday olib o'tishga bu yoqqa? Ketishimgami? Ha? Angliyadanmi? Amerikaga. Rosa Toshkentga keldim. U paytda endi Angliyada yurgan paytimizda student bo'lib, Yevropaning hamma davlatlariga borib, kelib, boshqa qilib, keyin ustozim bor edi meni. Paytda men shu Toshkentda yurganimda magazinda ishlaganman, telefon sotganman. Okam bor edi, avazi kelgan. Navoiy ko'chadami? Navoiy ko'chada ham sot. Yo'q, Navoiy emas, Gostinitsa Rossiya hozirgi Meridianmi nima bo'ldi? Ha. Shuni to'g'risida Al-Mashriq degan do'kon bo'lardi. Butavot texnika. Eskilar biladi uni yaxshi. O'sha yerda sotganman-da, o'sha yerda okam aytganki, Amerikaga ham bir borib kelsangchi degan. Ha, bo'pti deganman. Kirib viza olganman. U paytda gold viza bo'lardi, 4 yillik viza bo'lardi. Voy. Hali bor edi. Shunaqa viza bergan. Keyin bir 6 oycha borgim kelmay yurganman. Endi ishim yaxshi, boshqa hammasi chotki. Keyin bolalar davay deb borib, ko'rib, yoqib qolib, keyin qolib ketib qolganman. Rostdan shunaqa bo'lgan. Uydagilarga ham hozir borib kelaman deb ketib qolganman. Opam rosa eslaydi shuni. Aldab ketib qoldinglar deb. Tennesseega qanaqa qilib borib qolganingizni hech qaysi videoda aytmagan ekansiz. Hamma Nyu-Yorkda qoladi ko'pincha. To'g'ri. Men 3 yil Londonda yashadim-ku. Nyu-Yorkni g'ala-g'ovuri menga yoqmaganda o'zi. Charchagan odam bo'ladi-yu. Nyu-York nimasini ko'rib, уже bitta negativ bo'lgan. Keyin qanchadir muddat Ohioda yashaganman. Cincinnati'da. Keyin o'tdan o'sha Tennesseega bir tanishim bor edi. Shu tanishim bilan borib qolganman. Oldiga deb. Srazu Nashville'ga. Ha, srazu Nashville'ga borib, o'sha yerda keyin srazu bir hafta ofitsiant bo'lib ishlaganman. Qarasam mendan 1 tiyinga qimmat ofitsiant chiqargan. Mana xato. O'zbek restoranidami? Yo'q, italyanskiy restoranda. U payt pizza o'zbeklar hali yo'q edi. Yo'q, вообще o'zbeklar faqat dastavshikdan u yog'iga o'ta olmagan payt, yo ofitsiant bo'lardi, dastavka faqat yuraverardi mana shunaqa. Nechinchi yil? Apa bo'lishmasin, no fakt shunaqa edi. Ha, boshida shunaqa. Bo'lgan voqea shu. Nechinchi yil? 2005. 2005. Menga ham shunaqa ish etishgan, men kulganman. Nima bu deb. Endi zo'r pul topasan, hozir nima pul topasan? Chivi-da, biznes emas-da, chivi. Bir 2 oy Pizza Hutda dastavshik delivery guy bo'lib ishlaganman. O'zim studentman. Part time. Nimaga unaqa qilgansan desiz, men shahar o'rganganman. Qani вообще bu shaharda nima, qayerda nima joylashgan, tushundingiz? Shaharni o'zingiz o'rgansangiz bo'ladi. Benzinga plyus ketadi, vaqtingiz ketadi, adashasiz, boshqa qilasiz. A bu yerda sizga oylik to'lashadi, zato siz ko'chalarni orientir tushunib olasiz. Mana rayon boy rayon ekan, mana rayon kambag'al rayon ekan, mana bunaqa biznes qilsa bo'lar ekan, mana rivojlanyapti, mana tak o'rganasiz, tushundingiz? Tushunishinglar uchun u payt dastavka faqat mashinada bo'lardi. Mana hozirdagi shunaqa yo'q, mana skuterlar bo'lmagan, faqat mashinada. Menimcha Amerikada hozir ham mashinada skuter. Bizda unaqa rivojlanmagan. Yo'q. Evlar bo'lmasdi. U paytda dastavshiklar. Men biznes qilaman desam, kulishgandi ustimdan. Bo'lmaydi deb. Bo'lmaydi degan odamlar keyin qo'limda ishlashgan. Dastavshik bo'ldi. Keyin o'rgandik. Keyin shu bir hafta ishlagan restoranimga biznes taklif bilan borganman. Pizza Hutga. Yo'q, Pizza Hut qolib ketdi. Birinchi italyansda ofitsiant bo'lib ishladim dedim-ku. Bir haftada haydab yuborishganman ishdan. Keyin borganman-da Cesar degan chol edi. Ber restoranni kechqurunga ochamiz deganman. U ishonmagan. Nima qilasan degan. Kechqurun deganman, sen restoraningda downtownga, gostinitsalarga, mehmonxonalarga pizza tashiymiz deganman. Kechqurun 5 dan ertalab 5 gacha. Bu New York emas degan menga, London emas degan. Bilaman, lekin men potensial ko'ryapman, qilish kerak shu ishni deganman. Bilasizmi, shu odam menga qilgan yaxshiligi xo'p degani bo'lgan. Biz kelishganmiz. Aytaylik, 10 so'm savdo bo'lsa, общий. Ovqat food cost qancha? 50 so'm. Bo'ldi, 50 so'm suramiz. Labor cost qancha? Menimcha laborga sen to'lamaysan. Profit qancha? Menimcha. Tamom. 50% ovqat pulini suramiz deb bu yoqqa. Ustidagisini 50-50 ketganmiz. 25 u oladi, 25 men olaman. Bir tiyin pul tikmayapman, hech qanaqa nom yo'q, hech qanaqa narsa yo'q. Prosta bor g'oya. Shu g'oyani yashatish kerak. Menyu chiqarish kerak bo'lgan. Bitta bolani olganman yonimga, bitta o'zimman. Tilni ham ja unaqa zo'r bilmayman u paytda. To'g'risini aytish kerak.
tarjimon o'tiradi oldimda. Hamini deyman, u meni gapimni tarjima qiladi. Faqat o'zingdan hech narsa qo'shma deyman. Chunki parod qilib qo'yish mumkin-da. Sezar ham italyanец. U italyanец. Yaxshi biladimi? U ham menga o'xshagan. O'rtacha. U o'rtacha, men o'rtacha. Topishibsizlar. Topishganmiz-da. Do'stlar shunaqa bo'lgan. Keyin bo'ldi deganimizda menyu chiqarganman. Menyu chiqarib, esimda bor. Uyga endi u yoqda oson-u. Laminatsiya apparatlarini olib kelib, menyularni laminatsiya qilib, cho'tki qilib, mehmonxonalar bilan borib, misol uchun mehmonxonani men bu paytda tushunmayman, tanish bilish yo'q, network nol. Tilni ham bilmaysiz. Kim boryapti mehmonxonaga? Shu oldimga bitta tilni biladigan bitta aqlli olganman, aql mirzani, davay deyman, u gapiradi, men aytib turaman. O'zbek. Ha, qanaqa ishlaymiz, mana bunaqa ishlaymiz, nima bo'ladi? Senga mana bo'ladi, menga mana bo'ladi. Sen menga biznes olib bersang, mana hech kim qilmagan joy. Hali bu paytda o'tdi bozor ochuvchi, tushunyapsizmi? Hech kim qilmagan ish bu. Va bu ish ustidan mana o'sha bizdan oldin kelgan o'zbeklar, Nashvildagi o'zbeklar, hozir ko'rishlar tirik, hammasi ko'rib turibdi. Kulishgan ustimdan. Jinni bo'lib qolibdi bitta aqlli bola kelib o'zicha bir bola qilmoqchi. Chunki bizning restoranimiz downtownda bo'lmaganda, downtowndan bir 10 kilometr uzoqda bo'lgan. Ular aytganki, hech qachon degan 10 kilometr uzoqdagi narsa degan olib bora olmaydi degan. No, они не ушли bitta momentida. Kechqurun 11 dan kelgan hamma befarosat deydimi? Mayli o'tib ketursa. Ertalab kechqurun 11 dan keyin hamma svetoforlar miga ishi bo'ladi. Shaharda hech kim qolmaydi va downtown bilan biz turgan joyda bir 5 ta yo'l bo'lgan. Man har bir yo'lda bir kundan vaqt ketkizib, minut, sekund, ani forsajda hisoblaydi-yu. Ana hisoblaganmiz. Necha minut yetsa bo'ladi. Qaysi yo'l bilan yursa trafik kamroq, qaysi yo'l bilan qaytsa trafik kam, hammasini o'rganib chiqib, bilganman shu o'xshaydi. O'xshagan. Lekin rostdan ham logikasi bor-da, downtowndan uzoq bo'lsa 5 dan 5 gacha logika ishlash kerak emas edi aslida, lekin zato ishladi. Mana shunaqa narsa bor. Biznesda bor, shunaqa narsa bor-da. Biznesdachi bir xil paytda nelogichni ishlar bo'ladi. Intuitivni bo'ladi. Bir xil paytda sizga qanaqadir keladi tepadan. Bitta narsa tinqit yonadi, tushundingizmi? O'sha yongan joyini his qilib olish kerak, ushlash kerak-da. O'sha faqat sizga yozadi-da, boshqa odamga yonmaydi o'sha narsa. Shu Allohning endi Allohning nimasi bo'lsa kerak-da, bir mehribonchiligimi deymanmi? Aytmoqchi bo'lganim, maslahat so'rab borasiz, boshqa odam ishonmaydi unga. To'g'ri, birovga yonmagan. Birovga aytsangiz buni, mana misol uchun menga 100 ta odamdan 99 tasi yo'q degan kulgan. Bitta bola ishonqirab, u ham ehtiyotini qilib qo'shilgan biznesga sherik bo'laman deb. ishonqirab, ikkilanib, 18 marta o'ylab, xotini bilan maslahat qilib, mana shunaqa bo'lganda. Ochilgan shu ish. Birinchi kunini o'zida, mana ochilish kuni menda qanaqa bo'lyapti? Amerikadan uje qanday aytsam bo'ladi? Uni ko'rdim, buni ko'rdim. Ganingizdan keyinchi sizda entuziazm yo'qoladi-da. O'sha холодный anaqa ketishni boshlaydi. Qolaymi, qolmaymi, yaxshimi, yaxshi emasmi degan. Bilasizmi, men o'sha Toshkentga ketayotgan odamman. Обратный biletim o'sha kelgan. Kiyim yoshlikda uylanaman deb sarpalar yig'adi endi yaxshi kiyim kechak shunaqalarni olib uyga jo'nataverib bo'lganman. Bir haftadan keyin uchib ketishim kerak. 7-iyul kuni обратный bilet, 30-iyunni kuni biz ochilish qilyapmiz. Ishonasizmi? 30-iyun kuni bitta ochilgan-ku. Shunaqa zakaz tushgan bor-ku. U restoran bo'lib uncha zakaz olmagan bor. Restoran ochilgandan boshlab hozir mana shu paytgacha va rekord turib tashaganmiz bor. Biz 5 ta driver chaqirsa, kechqurunga bor 20 ta driver, faqat butun Nashville yarmi bizga ishlayapti. Chaqirib olamiz, o'z zakazim ko'p, tashib berishga odam kerak, chivi olasan. Kechqurun ular hammasi ikkada bir bola qiladi-ku endi amerikanlar. Chivini zo'r beradi, tipsi, tushundingizmi? Shuni evaziga bolalarga qiziqib ketgan. Sezar hayratda. Sezar boshini ushlab qolgan, ertalab restoran ochishga hech narsa yo'q restoranda. Tushundingizmi? Hamma narsani sotib tashlaganmiz. Qolmay qolgan hech narsa bor. Oxiri to'xtatib yuborganmiz. Bo'ldi, charchadi deb yuborganmiz. Buzilib ketgan, tushundingizmi? Aliga aytayotgan aniga intuitsiya bor, tinqit yonadi dedimi? O'sha yonganda. Ikkinchisi aytaymi, o'sha kuni erta uyga telefon qilganman-da, Grisha chuchvar atmayman deganman. To'y atmayman, bo'lmaydi, bo'ldi. Men qoldim bu yerda deganman. Men biznes yurg'izamiz deganman. Ketdi shu bilan. Bir yil biza 1 yilcha ishladim o'sha bilan. Ishning o'rtasida Sezarga chiqib restoranni sotmang desam, sotmayman deb o'g'illarim bor. Keyin u meni boshqa odam bilan tanishtirdi. Tanishtirgan odam meni haqiqiy ustozim, menga biznesni, hayotni men uchun o'sha yerda otadek, dodalik qilgan odam desam, mentor deydi-yu. Hikoyamizning birinchi qismini ko'rib bo'lganingiz uchun rahmat. Qahramonimizga musofirchilikda kim otadek,
dodadek bo'lganini ko'rish uchun ikkinchi qismni ustiga bosing. Boshdan oldin iltimos, birinchi qism haqida izoh qoldiring va like bosing. Oldindan rahmat.